Hammalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ayni damda biz Dubaydagi eng mashhur quruvchi kompaniyalardan biri Emar tomonidan qurilgan community, ya'ni shaharchada turibmiz. Ya'ni bu shaharcha Port Rashid yoki Mina Rashid deb ham nomlanadi. Xo'sh, asosan bunda to'g'ridagi mana shu binolarning barchasi Emar quruvchi kompaniyasidan. Emar quruvchi kompaniyasini hamma tanisa kerak. O'sha dunyodagi eng baland bino 828 metrlik binoni qurgan quruvchi kompaniya hisoblanadi. Xo'sh, bu lokatsiyada aynan Mina Rashid mana shu lokatsiyada ko'rib turgan lokatsiyangizda Emar birinchi bo'lib 2018-yilda o'zining loyihasini sotuvini boshlagan edi. Xo'sh, bunga kelib bu loyihani allaqachon har mijozlarga yetkazib berdi, uylarni, loyihalarni. Xo'sh, unda o'shanda Emar quruvchi kompaniyasi bilan studio sotmaydi. Ya'ni one bedroom, ya'ni 2 xonali xonadonlar o'shanda $450,000 dan boshlanadi. Shu xonadonlar tayyor ayni damda vtorichkani ikkilamchi bozorda esa $650,000 $700,000 ni tashkil qiladi. Agar siz ham Dubay ko'chmas mulkka investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz yoki konsultatsiya olmoqchi bo'lsangiz, albatta bizga murojaat qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.